Lekin endi zahar yemaganini birortasini olib ta'til yeb ko'rishga harakat qilamiz. Hozir bu uzumzorni qaranglar. Bog'dorchilik, dehqonchilik degani shu bo'ladi. Mana tepada olmalar to'kilishini qaranglar. Uzumlar pishish arafasida va bu tomonda kartoshkalar bo'lyapti. Bu yerda yana bitta zo'ri bor ekan olmani. Bismillah. Olma zo'r ekan. Hozir kartoshka ko'ylanyapti. Uzumni tagida kartoshka bo'lmaydi, dehqonchilik qilib bo'lmaydi. Kimdirlar pomidor eksa, kimdirlar kartoshka ekadigan bo'lsa, shu narsalar bo'lmaydi deydiganlar uchun bugun Xudo xolasa uzumni tagida. Mana shu uzumlarimiz mana 10 yil tepasidagi katta bog'da, bu eski bog' hisoblanadi. O'zimizda mahalliy Husayni, oq kelin barmoq uzumlarimiz. Qobil akamiz bilan aynan mana shu joyda xomtek qilishni ko'rsatib, tagiga kartoshka ekdim. Yeyishimizga, ichishimizga bemalol kartoshkagacha yetadi Umidjon deganligi uchun mana hozir Qobil akam kartoshka kavlayapti. Kartoshkalarimizni hosili qanaqa bo'lganini sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Videodan yiroqlashmaymiz. Layklarni bosinglar. Assalomu alaykum Qobil aka. Alaykum assalom. Hormang. Umidjon. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Siz? Tinchmisiz? Xudoga shukr, rahmat. Boplab qo'yibsiz, dehqonchiliklar baraka bersin. Ha, rahmat. Olmalar yedik mana maza qilib, rozi bo'lasiz. Yer biring bo'lib to'kilyapti o'sha shamolda. Endi tepadan uzishga harakat qildim, bitta chiroylisini, sababi kameraga ham bir ko'rinsin tepadagi olmalar deb. Menimcha ko'rindi shekilli. Qobil aka mana o'tgan safar aytuvdik. Hosilni qarang zo'rligini. Ha, Xudoga shukr, mana kartikalarimizni endi ko'ylayapmiz. Kattaligini qarang-a mana. Mana qarang. Ko'pchilik o'sha siz aytgandek uzumni tagida salqinda kartoshka ham bo'lmaydi, pomidor ham bo'lmaydi deganda, siz mana isbotlab qo'ydingiz. Endi hozir mana kamerachimizga aytamiz, bu tomonga o'tib oladi. Bu tomonga o'tib oling-da, biz mana shu tomondan aynan ko'rsatib, mana shu tuplarimizni kavlab beramiz. Bo'laveradi. Suhbatlashish jarayonida ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Sababi o'sha yana aytib o'tganimizdek, bu uzumzorlarimizni tagida bunaqangi hosilni bergani bir Allohning barakasi. Albatta, mehnat qilish sizdan Allohning berishi. Bari bu mehnatdan. Mana keling yaqinroq olib keling chiqaning. Mana shu mana tuplarni ko'rsataylik. Ochilib qolganini ko'ryapsizmi? Ko'klab ham qolibdi. Tepasiga chiqib qolgan, ha. Kech qoldi-ku Umidjon. Vaqtliroq ko'ylash kerak edi o'zi. Boshqa ishlar bilan ko'p, endi ishlar ko'p bilasiz. Endi bugun vaqt bo'lib, shuni ko'ylab beraylik. Mana paleylari ham o'sha qurishga kelib qoldi. Rasa pishdi kartoshka. Bu o'zi rossiyskiy urug'da. Vaqtliq pishadi. Shu 90-95 kunda pishar ekan. Pishib yetiladi. Endi hozir mana avval ham aytdingiz, yilda o'zim uchun yeyishga, ro'zg'orga kartoshka ekaman. Kartoshka hosili keyingi kartoshkagacha menga yetadi dedingiz-da. Endi qish ichi, mana yoz ichi, kuz ichi, qish ichi yeb ichib chiqasiz. Mana shunaqangi sezonga yetib keladi. Albatta yetib keladi. Endi ko'pchilik mana shunaqangi joylarga ekadi, o'sha siz aytgandek salqin bo'lib qolishi yoki nimadir bo'lishi tufayli kartoshkalarimiz ko'karishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin hosilga kelganda o'ta ham mayda, hosili kam bo'ladi. Shuning uchun o'sha ko'pchilik kartoshka bo'lmaydi degan savol borda. Uzumni tagida. Uzumni tagida. Nima siri bor endi buni? Endi bunda siri yo'q o'zi, asli Umidjon. Sir faqat bunda qiziqish bo'lish kerak odamda. Misol meni ham mana shu uzumimni, mana shu uzumlarimga misoldan 26 yil bo'lyapti-da. 26 yillik uzum mashlar o'zi. Mana endi shunaqalarni taydan foydalansa bo'laveradi asli. Lekin uzumlarimizda mana ko'rib turibsiz, yaxshi bakalash guzamiz. Shuni taydan endi foydalanamiz yana. Misolda mashikka mana Umidjon 3 yildan beri ekaman. Shu joylarga. Shu joyga ekaman. Boshqa joyga ekmayman yana. 3 yildan beri mashitda patriyat ekib kelyapman. Mana kartoshkasini qarang. Mashitda shunday ko'yladim mana. Endi hozir ketmon ishlatishingizdan oldin men mana shu bir tupda ruchnoy yulaman. Mayli. Tagidan imkon qadar ruchnoy qazib olishga harakat qilaman va sanaymiz nechta hosil bergan. Bo'ldi. Bemalol. Hozir mana bu tomonda mana yo'q, mana shu tupimizni olamiz sekin mana.
o'zi yerda o'zida mana bitta, ikkita. Mayli bu kichkina maydalarni sanamay turamiz. Buni Maydalarni sanamay ko'ring. ha. Bitta bor ekan. Xo'p, ikkita tub bo'lib qoldi. Mana u hisobga olmayapmiz buni. Metdan chiqdi. Mana ikkita tub bo'lib qoldi. Yovvoyi o'tlarni olib tashlaymiz. Maydani hisoblamaymiz. Qani bismillah. Bitta, mana bitta ikkita bor edi. 3 ta bo'ldi. 4 ta, 5 ta, 6 ta. 7 ta, 8 ta. 9 ta. 10 ta. 11 ta, 12 ta. 13 ta. 14 ta, 15 ta, 16 ta. 17 ta. 18 ta. 18, 19 ta. Mana o endi bu nariginiki. Nariginiki ekan. 18 ta chiqdi. Endi mayli, qo'shib ko'raylik mana. Bu bo'lgani shumi yo teyda bormi? Qolmadi shikillik o'zi. Yana bir ko'rib bor ekan. Pachaqlab qo'ydik. Aytdi kichikroq ekan. Mana mayli. O'zi yer yuzasiga chiqib bo'pti-da. Bo'pti, mana. Bitta bor ekan, endi pachaqlab qo'y. 19 ta. 19 ta endi bu yerda 1,5 ta hisoblasak bo'laveradi. Sababi bitta kichkina qolib ketgan ekan. O'sha kichkinani hisobiga 18 ta chiqdi. Mayli, 18 tani 8 tasini bir tupga berib yuboraylik-da. Qolgan bitta to'lig'iga 10 ta hosil beryapti. Hosillarimizni ko'rib turibsizlar, standart holatda, ortiqcha maydasi yo'q. Mana ko'rdingiz. Bo'lsa 2 ta yo 3 ta mayda chiqdi, qolgan hammasi standart tuxumdan katta. Tuxumdan katta standart bo'ladi, bu tuxumdan katta. Xo'p, endi barakasini bersin. Bu degani sentener hozir 10 tasi 2 kilodan o'tadi. Ha, o'tadi. 2 kilodan o'tadi. Bitta tupimizdan 2 kilodan o'tar ekan. Xo'p, nima ishlar qilindi endi bunga? Endi ishlar bunga o'sha bahorda hozir mana shu yerga ekishda Umidjon mana shunday qilib ariq qilib olinganda. Hozir mana amapostlar ham chiqdi, hozir ko'milib bilinmay qoldi. Birinchi shu amapost chachib oldim. Shu arig'ini ichiga. Agat olib ekilgan. Ha, agat olib ekaman. Amapost, pasport, kalidi chachib olib turib, ustiga kartochkani qo'yib ekkanman mana. Dorini ustiga qo'yib yuboraverasiz. Dorini ustiga qo'yib ekilgan. Mana shu 20 santimetrga 25 ga ekkanman. Shu birinchi o'g'it shu. Undan keyin 2 marta selitra berdim. Bir marta gumi yoqizdim, bo'ldi. Shu bilan pishdi. Kartochkamizda asosiy o'g'iti shu. Qo'ng'iziga orada bir marta ishladim. Kartochkani qo'ng'izi bor. Shunga bir marta, bir 2 marta o'tini qirib qo'yildi. 5-6 marta ama suv ichdi. Asosiy shu bo'ldi mana. Kartochkamizni qarang. Endi shu bilan pishib yetildi. Pishib yetildi shu bilan mana. Yovvoyi o'tlarni olib tashlaymiz. Mana shuni ham ko'raylikmi mana shu yerdan? Bittadan ko'ramiz mana. Mana shu bitta uya mana. Mana shu bitta uyani ko'tarib yana hisob-kitob ko'ramiz. Mana yerga tashlaylik mana shu yerga tashlaymiz. Qani operatorimiz yaqinroq turamiz. Bismillah. Mana bitta tushib ketdi. Mana shu yerga cho'r. Mana o tutdi, bu bag'diki. Mana shu yerga cho'r olamiz. Mana eski tut. Mana bismillah. Mana nimaniki mash? Mashini alidaqa buzuv voshimi qurtma yeganda. Lekin ayda qilib yormabdi, chirtib yormabdi. Qurib qolibdi. Yaxshi. 3 ta, 4 ta, 5 ta maydalar bu yoqqa. 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12, 13, 14. Mana o ag'diki. Mana eski kartochkani chiqdi mana. Ekilgani mana shu urug' mana. Urug'ligi ham chiqdi mana. Yaxshi holatda turibdi ekan. Endi chirishga ketdi. Nimaga tashab qo'ydik, yana chiriyapti ekan. Menimcha mana shu endi qolmadi shekilli. Mana yerda bor ekan bitta. Mana. Bo'ldi. Menimcha tugadi.
Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bo'lsa, mana unaqa maydalar hisoblamaymiz. O'sha aytganimizdek 10 ta bitta ya'ni bitta uyamdan 10 ta hosil beryapti. O'sha naryoqda 18 ta chiqdi, ikkita bo'lib qoldi. Shuni hisobiga 18 ta chiqdi. Demak, bitta joyimizdan 10 ta. Hatto mana ko'rinib turgani ham olmadim, hisoblamadim, chunki bu tomonniki. To'g'ri. Xo'p, o'sha demak dori solib urug'ni ekkanimiz ma'qulmi? Dori solib solib buni ish qilmaydi. endi o'sha dorini solsak, Umidjon, kartishkani o'sha mana unga o'xshab qo'yib ekkaningizdan keyin yangi mayda tomir bo'ladi-yu, oziqlanib turaveradi hali dori bilan. Shunda yaxshi bo'ladi asosiysi. Qachon ekilgan? Qaysi oyda, qanaqa? O'sha fevralda oxirida ekilgan. Fevralda oxirida. 27-28 fevralda ekilgan. Agat olib, pushta qilib qo'yilavergan. Agat olib, shu kartishkani ko'mganmizda keyin. Xuddi shunga o'xshab pushta bo'lib qo'ygan. Shuna qilib Ko'pchilik tekis holatda ekadi-da. Endi farqi bormi? Farqi ham bor. Nimagaki, men misol ariq qolaman, vaqti bemahal sug'arishga to'g'ri kelib qoladi, kartishka chiqmay turib. Chiqmasidan oldin. Chiqmasdan oldin ham yo'g'oda sug'organmiz-da. O'shanaqada u tekisga ekkanlar arig'i yo'q, suvsiz qolib ketib qoladi, kartishka kechikib ketadi-da. Bunga o'xshab ariqqa qilib burilib ekilsa, yengilaki bir marta suv berib qo'ysangiz, kartishka tez chiqadi. Rivojlanish tez bo'ladi. O'sha kun isimay turib hamakka kirib oladi kartishka. Tushunarli. Ko'pchilik ekib bo'lgandan keyin tepasiga go'ng tashlab qo'yadi-da. O'sha o'zimizning chorva mollarni go'ngini tashlab qo'yadi. Nima sababdan u? Go'ngni tashlashni oldimiz ham tashlar edik, o'sha vaqtliroq ekar edik, fevralda boshlarida ekar edik-da. Unda sovuq bo'lardi, har xil endi ob-havo bilib bo'lmaydi deb turib, go'ng tashlar edik. Go'ng o'sha sovuqdan saqlash maqsad. Muzlamaslik. Tepadagi sovuqdan saqlash. Keyin o'ziga ham o'g'itib ketadi. Chopganda o'sha go'ng. Shunaqa nimalari ham bor endi Umidjon. Ketmonni bir maqtab qo'yay. Maqtang. Aziz obunachilar, mana haqiqiy dehqonni ketmoni Nirjavekadan kattaligi zo'r. Qanchaga oldingiz? 400 atrofida bormi? O'shanaqa, bu endi 2 yil bo'ldi bu ishlat yangiligiga. Hozirgi kunda men yaqinda bitta joyda so'radim, kattaligi xuddi shunaqa. Nirjavekani shu 400 atrofida narx etdi-da. Shunaqa hozir, ha. Bu ham ama o'zi mehnat qiladigan ekan. Ushlab tursa, bu ham endi ushlab tursa o'zi chopaverar ekan. Ish qurolingiz yaxshi bo'lsa yaxshi-da, Umidjon. Meni ham ketmonni sopini ham o'zingizga moslab olsiz, uzun qilib. Endi jicha uzun bo'lmasa beli og'rib qo'yapti. Engashib chopishga to'g'ri kelib qo'yapti. O'shaning uchun uzun bo'lsa bemalol bo'ladi-da. Yaxshi. Demak, hozir Qobilaga endicha mehnat to'xtatib turamiz. Sababi sizdan ma'lumotni olishimiz kerak. Bo'ldi. Obunachilarimiz hali videoning minuti ko'payib ketib, bo'ldi. Zerikib qolmasin. Hozirda mana uzumlarimizga nima ishlar qilinyapti, ularni ham aytib o'taylik. Siz hozir mana tagini ko'ylab olyapsiz. Buni uzumga ziyoni yo'qmi buni? Yo'q. Bunga xudo xolasa nabarot mashetni uzumlari yaxshi bo'yapti. Yilda misol matablokda haydataman mashetlarni. Bu nari taraflar o'sha kuzda bir haydaladi. Bu kartishka kiydigan joyim yilda haydaladi-da bahorda kartishka ekkani. Nabarot mashetlarni uzumlarini aytlar ko'ring. Uzumi ham yaxshi. Endi ko'pchilik uzumi tayini chovib bo'lmaydi deydi-da. O'shanga aytganimki, agar kamroq chopiladigan bo'lsa, uzumni rivojlanishi yaxshi. Tez chopiladigan bo'lsa, haligi mayda tomirlar, rishta tomirlar uzilganning hisobiga o'suvi sekinlashib qoladi uzumda. Shunga ta'sir qilmayaptimi demoqchiman. Yo'q, mana Xudoga shukr, bular yaxshi-yu. Endi vaqtida misol dorilarni berib turiladi. Uzum ham bo'yapti Umidjon, mana kartishka ham bo'yapti. Dehqonchiliklar yaxshi bo'lyapti. Yaxshi, Xudoga shukr. Endi qilaman desangiz bo'laveradi. Buni tayida misol chisnoy eksangiz ham bo'laveradi. Shunga o'xshagan bog'lar tayida bemalol misol eksa bo'ladi-da. Mehnat qilsa bo'laveradi. O'sha siz aytgandek, ixlos qilish kerak, mehnat qilish kerak. Qiziqish kerak odam. Qiziqsa misol bo'laveradi. Indamasdan qochibsiz-da. O'shaning uchun ham men sizga qarab kadrdan chiqib ketyapti deb men yaqinlashgan sari
ko'ylanganiga chumali bor ekan. Chumali bor ekan. Mayli, bo'laveradi. Demak, aziz obunachilar, biz hozir mana hasharga kelganmiz. O'z aslida ustuvoshilar ham kulturniy emas. Sekin biz endi hozir mana quyosh botish arafasida turibdi, asrga yaqinlashib qoldik. Sekin kavlab dehqonchiliklarni yig'ishtirishga harakat qilamiz. Qopimiz ham Qobil aka mana 3 metrdan ziyodroq joyni ko'ylabsiz. 4 metr, 3 metrga yaqin joyni ko'yladik. Pashti mana qopimiz o'sha 52 kilolik karbamid dorini qop ekan. To'layapti. Qobil aka, endi bitta savolda, mana shu 3 ta poliyani kartoshka ekdim deyapsiz. Qancha rasxod bo'ldi, qancha urug' ekkansiz bu yerga? Endi rasxodni mayli urug' bir qop urug' ekkanman. Bir qop urug'. Mana shu 3 ta yo'lga. Ha. O'sha 30 kilo atrofida edi. Necha puldan oldik o'shani? Yo'q, 4000 dan olgan ekanmiz. 4000 dan kilosini olgansiz. Kilosini urug'da olganmiz. Aha. Shu bir qop urug' ekkanman. Endi hozir mana 4000 dan bo'lsa 30 kiloz 120 ming bo'ladimi? 120. 120 ming. Pashti 150 ming atrofida. 150 ming atrofida. Endi kamkosini o'zlaringiz to'g'rilab olaverasiz. Hozir mana 4000 so'mdan deyapti. O'sha 30 kilo bo'ladigan bo'lsa 120 ming bo'lyapti. Mana shunaqa urug' bo'lgan. Shuni mana shunaqa katta ekkansiz. Mana shunaqa holatda. Ortiqcha katta emas. Shuni ikkiga bo'lib ekilgan. Aha, ikkiga bo'lingan. Hammasi shu ikkiga bo'lingan. Mana u holatda edi urug' mana. Ikkiga bo'lib o'sha agat olib dorilanganga o'sha kesilgan tomonni botirib ekkansiz. Shunday kesilgan tarafini yerga qo'yib ketilavergan. Kesilgan tarafiga bir kul-mul bir narsalar tekkizilmaganmi? Hech narsa. Shunday bugun kesdim, ertasiga ekaveraman. Ha, suv qochgandan keyin, qurigandan keyin. Ertaga o'zi suv qochib qoladi, qatishib. Bo'ldi, ertasiga ekilaveradi. Peshma-pesh kesib ekkan kunlarimiz ham bo'lgan. Bu ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Demak, bir kun oldin kesib qo'yganingiz maqulroq ekan, lekin peshma-pesh eksa ham bo'laveradi. Bo'laverar ekan. Kesib sirazi eksa ham bo'laveradi, kesib qo'yib, o'sha kesilgan joyda suv qochgandan keyin ham eksa bo'laveradi. Demak, bir qop urug' ekilgan. Hozir mana 3 metr joydan bir qop chiqyapti hosilimiz. O'zi aslida qancha chiqadi bu yerdan kartoshka? Endi bu yerdan o'zi misol mana bir qop urug' ekkanman Umidjon. Men hozir taxminim bo'yicha bu yerdan endi bo'lmaganda 15 qop kartoshka chiqadi. Eng kami. Kamida, bo'lmasa ko'p chiqadi. Barakasini bersin. Endi mana o'zi ko'p chiqsin. Mana shu yerda shunday ko'ylagan joyimizda mana bir qop. Bir qop chiqyapti shu yerdan. Bu hali bu agatdan bo'lmaganda 2 qopdan chiqadi, bitta agatdan. Endi ma'lumot o'rnida har bir stoykalarimizda oralig'i 4 metrdan bo'lganda ham bu ham xuddi shunday 12 metr joy. 12 metr. Uzunasi qancha joy? Uzunasi 40 metr. 40 metrga 3 ta poliya bo'lyapti. 12 metr joyda 40 metrlik joy. Shu joydan demak bir qop urug'liq ketgan bo'lsa 15 qop kamida hosil olaman deyapti. Rasxod qana bo'lgan bu joyga? Rasxod endi bir qop selitra solganman Umidjon. U ko'karib chiqqandan keyin, u. Ko'karib chiqqandan keyin. Bir qop aralashma dori solganman. Pasport, kali, selitra. Bu hali ekilib turganda. Ekilib turganda boshida ariqni ichiga solib, ustiga kartoshka qo'yib ekkanman. Narx-navosi o'sha paytda. Narx-navosi 150 mingga selitra olganman. Xo'p. 200 mingga aralashma dori olganman bir qop. Dori-darmonlarimiz demak 350 ming bo'lyapti. 350 ming. Bu ham 150 ming bo'ladigan bo'lsa 500 ming pul bo'lyapti. 500 ming. Endi orada ikkitalidaqa gumi yoqizganman. Gumi endi 50 ming deng boring. Ikkalasi 50 ming yo donasi 50 ming? Yo'q, ikkalasi. Ikkalasi 50 ming. 550 ming. 550 ming. Boring 600 ming deylik. 600 ming. 600 ming rasxod qilinyapti. 15 qop kartoshka olinyapti. Hozirgi kunda kartoshkalarimiz narxi qanday tashqarida, bozorda? Tashqarida hozir 4000 atrofida bo'lsa kerak. 4000, 5000 mana shunaqa standart holat. Endi maydalari arzonroq. Savol javobda qandaydir kamchilik, nimadir yetishmagan bo'lsa uzr so'raymiz. Albatta bu ma'lumotlarimiz o'tgan safargi ma'lumotimizga qo'shimcha tarzda yengil berib o'tyapmizki, avvalda o'sha kartoshka boshida aytganimizda uzumi tagiga kartoshka ekilganligini ko'p aytganmiz va kommentariyada o'sha aytganimizdek kartoshka bo'lmaydi, salqinda bo'lmaydi degan narsalarga bir isbot sifatida ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Uzumchilik yo'nalishi bo'yicha xudo xolasa boshqa videolar olamiz. Aynan F1 yo'nalishi bo'yicha, Qobilaga. Xudo xolasa. F1 yo'nalishi bo'yicha hozir F1larimiz ham ancha kattalashib qoldi, ranglari oqarishib qoldi, rang olish davriga yaqinlashyapti u ham.
Rizamatlarimiz rang olishni boshladi, xudo xolasa. Rang oldi. Rang oldi rizamatlar. Boshlab qoldi, bitta ikkita oldi. Demak, uzumchilik yo'nalishiga ham xudo xolasa tez kunlarda qaytishga harakat qilamiz. Layklar esdan chiqmasin. Qobil aka, sizga ham kattakon rahmat. Mayli, rahmat, salomat bo'ling. Umringizga baraka bersin. Shu olmalar to'kildi rosa olamiz endi Bo'ldi, bemalol. Zo'r ekan mazasi omma. O'sha shirin sho'tteroq olmadan ekanda mazza zo'r ekan. Juda shirin. Shirin ekan. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'linglar, xo'p. Boshladik ishni bo'lmasa. Mana shu yerdan boshlayveramiz endi. Olavering. Qani